Har ikkala terma jamoa a'zolari ehtiyotkorlik bilan harakat qilishmoqda. Chap qanotda Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari to'pni egallab olishdi. Xavfli vaziyat. Darvoza bo'sh va uchrashuvning boshidayoq Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari hozir hisobni ochishga muvaffaq bo'lishmoqda. 10 yetkazib berdi. Takroriy lavhani ko'ramiz. Darvozabon to'pni qaytarishda biroz xatolikka yo'l qo'ygan edi. Anvar G'ofurov ham mana futbolchini o'tkazib yuborgan va Timur Kapadze ham bu vaziyatda yordam bera olmadi. Albatta Ignatiy Nesterov ana shu vaziyatda kutilmaganda to'pning bunday o'tib ketishini, hattoki mana Saudiya Arabistoni terma jamoasi futbolchisi ham to'pning yo'nalishini o'zgartirgan ekan va Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari, himoyachilari yaxshi harakat qilishdi. Har ikkala terma jamoa a'zolari biroz charchab qolishgan. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolarining ajoyib hujumlaridan biri. Ahmad Al-Musa kombinatsiyani gol bilan yakunlamoqda. E'tibor bering. Chiroyli kombinatsiya va bu kombinatsiyada Saudiya Arabistonining bir nechta futbolchilari ishtirok etishdi. Albatta himoyachilarimiz biroz kamchilikni tashkil etishgan edi. Yana o'sha Yosir Al-Qahtoniy to'pni sheriga yetkazib berganligini ko'rdik. Ahmad Al-Musa o'sha zaxiradan maydonga tushirilgan futbolchi foyda bermoqda. Uyushtirilgan kombinatsiyaga e'tibor bering. Yana o'sha Yosir Al-Qahtoniy ajoyib tarzda to'pni sheriga yetkazib beryapti. Ana shu golda ham ishtirok etmoqda. Bu jarima to'pini amalga oshirib beradi. To'p tepib berildi. Xavfli vaziyat va gol! Gol! O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Salomin hisobdagi farqni qisqartirmoqda. Yo'l qo'ydi va Pavel Salomin bo'sh qolgan darvozaga to'pni yo'llamoqda. Salomin o'z hisobiga bitta gol yozib qo'ydi. Mana e'tibor bering, darvozabon to'pga chiqishda xatolikka yo'l qo'ydi va bu imkoniyatdan Salomin unumli foydalanmoqda. 2-1. Endi albatta O'zbekiston terma jamoasi a'zolari e'tibor berayotgan bo'lsangiz, Xayrulla Karimov bu vaziyatda to'pni bosh bilan raqib darvoza tomon yo'naltirgan. Hattoki mana himoyachilarimiz ham hujumga yordamga yetib kelishgan. Bu